Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan pankreatit hamda xolesistit, ya'ni o't dimlanishi, o't yallig'lanishida uy sharoitida qanday mashqlar yordamida bu kasalliklarni yengillashtirish va holatni yaxshilashga yordam beruvchi 5 nafar mashqni ko'rib chiqamiz. Azizlar, bundan bir necha oy oldin pankreatit kasalligini belgilari va uy sharoitida tabiiy vositalarda qaysilari pankreatitni davolashga yordam berish haqida sizlar bilan video tayyorlagan edik va bu video agar 50 mingdan ortiq prosmotr bo'ladigan bo'lsa, pankreatit kasalligida qaysi mashqlar yordam berishi haqida video tayyorlashga va'da bergandim. Hozirgi kunda mana hozir videoni ko'rdim. 71 ming prosmotr, 2 mingdan ortiq like va juda ham ko'p savollar bo'lgan pankreatit bo'yicha. Shuning uchun shu mavzuga yana qaytishga qaror qildim. Demak, pankreatit kasalligi o'zi nima? Buni ko'pchilik biladi. Bu oshqozon osti bezini yallig'lanishi. Bu ilmiy nomi, xalq tilida esa bu shamollash deb ataladi, lekin aslida bu shamollash emas. Oshqozon osti bezini funksiyasini buzilishi, ya'ni oshqozon osti bezi o'zini ishini bajara olmay qoladi qanchadir foizga. Buni kelib chiqish sabablari juda ham ko'p. Hozir ular haqida gapirmaymiz. Hozir aynan pankreatit kasalligini o'zini oldini olishga qaratilgan choralarni gapirib o'tamiz. Pankreatit kasalligiga aniq tashxis qo'yish uchun bizga asosan ikkita tashxis kerak bo'ladi. Birinchisi bu tomografiya, qorin bo'shlig'i a'zolari tomografiyasida aniq pankreatit rivojlangan yoki yo'qligi chiqadi. Ikkinchisi alfa amilazaga qon tahlili. Juda ham ko'p bemorlar Telegram orqali yozishdi va YouTube kanalida o'zida kommentariyalar yozishdi. Men UZIga tushdim. UZIda pankreatit aniqlandi deb. Afsus, UZI tekshiruv har doim ham pankreatitga aniq tashxis qo'yib bera olmaydi. Shuning uchun aniqroq tashxis bo'lish uchun bunda oldin aytib o'tgan ikkita tekshiruvdan o'tish kerak. Xo'sh, uni qanday alomatlari bor o'zi aslida pankreatit kasalligini? Boshlanishda kimdadir diareya, ya'ni ich o'tishi va aksincha kimdadir ich qotishi holatlari bo'lishi mumkin, ya'ni qabziyat. Ishtahani yo'qolishi, chap qovurg'a ostida kuchli og'riq qoldiruvchilar ham bu og'riqni o'tkazib yubormaydi. Ishtahani yo'qolishi va hazm bo'lishni pasayib ketishi, sekinlashishi, qiyinlashishi kabi asoratlar bo'lishi mumkin bemorda. Asosiylari shular. Endi pankreatit kasalligida quyidagi mashqlarni bajarish sizni holatingizni yaxshilashga yordam beradi. Bu mashqlar nimaga qaratilgan? Bu mashqlar o't pufagini o'zini harakatga keltirib, o't pufagini ichidagi suyuqlikni haydashga yordam beruvchi va oshqozon osti bezini massaj qilib, oshqozon osti bezida qon aylanishini, mikrosirkulyatsiyani, ya'ni sochimizdan 100-150 marta ingichka qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Kelinglar shu mashqlarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda biz tekis, qattiq joyga yotib olishimiz kerak va bosh ostiga qandaydir kichik yostiqcha yoki qandaydir meni misolimda maxsus sport yostiqchasini joylashtirib olasizlar. Oyoqlarni tizza qismidan bukasizlar va asta sekinlik bilan shoshilmagan holda o'zingizni charchatishingiz shart emas. Biz sport bilan shug'ullanmayapmiz, biz salomatlik tiklashga harakat qilyapmiz. Asta sekinlik bilan oyoqni qorin tomonga tortishni boshlaymiz. Ko'tarib tortishni boshlaymiz. Yetkiz olguningizgacha. Majburlashingiz shart emas. Qaysi qismgacha yeta olsa shu holatgacha olib borasiz va yana qaytarib avvalgi holatga qaytarasiz. Yana ko'tarib olib borasiz va yana avvalgi holatga qaytarasiz. Bu mashqni 6 martadan 10 martagacha bajarish mumkin bir kunda. Ko'p qilish shart emas bu mashqni. Keyingi mashqqa o'tishdan avval sizlarni ogohlantirishim kerak. Kommentariyada men yozib qoldirganman, qanday holatlarda bu mashqlarni bajarish sizga zarar. Shuning uchun uni yaxshilab o'qib tanishib chiqing va 50 yoshdan ortiq yoshdagi insonlar bu mashqni bajarayotganda imkon qadar oldingizda kimdir bo'lsin. Kelishdik-a? Demak, ikkinchi mashqqa o'tamiz. Ikkinchi mashq ham xuddi shu poложениеda, ya'ni xuddi shu holatda yotamiz. Tizzalar bukilgan holatda bo'ladi. Qo'llarni boshni orqa tomonga o'tkazamiz, lekin ularni bir-biriga kiritib olmaymiz. Shunchaki boshni orqa tomondan ushlaymiz va tortinib o'ng qo'lni chap tizza qismiga, chap qo'lni o'ng tizza qismiga olib borib, xuddi shu mashqda ko'rsatilgandek mashqni takrorlaymiz. Sekin-astalik bilan shoshilmasdan bu mashqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Va qaytarib o'taman, o'zingizlarni majburlamanglar, ohista, sekin bajarish kerak. Bir kunda 4 dan 8 tagacha bajarish mumkin, xuddi shu holatda bu mashqni. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak,
xuddi shu holatda qolamiz. Endi yana qo'llarni boshga o'tkazamiz. Aytgandek, ular bir-biriga kirgizish shart emas. Shunchaki o'tkazamiz va ikki qo'lni chig'anoq qismini tizzalar ko'tarilgan holda tekkizamiz. Xuddi shu videodek bu holatni takrorlaymiz. Sekin astalik bilan bu mashqni bajaramiz. Bu mashqlar jarayonida bizni qorin mushaklarimizni tonusi ortadi. Sportsmenlar bu mashqlarni pressni yaxshilash uchun o'tkazishadi. Biz esa bu mashqlarni qorin mushaklarini ishini yaxshilash uchun bajaramiz va qorin mushaklarining ishi yaxshilanganda, ular qisqarib kengayganda oshqozon osti bezi va o't pufagini massaj qilishadi. Bizga aynan shu narsa kerak bo'ladi. Bu mashqlar nafaqat oshqozon osti bezini pankreatit kasalligida, balki o't dimlanishida, xolestitda ham zo'r yordam beradi. Faqat aytib o'taman, xolestitda o't tosh bo'lmasligi kerak. O'timizda tosh bo'lsa, bu mashqlar o'tdagi toshni ko'chirishi va o't yo'liga tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yana qaytarib o'taman, bu mashqlarni bajarishdan oldin kommentariyadagi qaysi holatlarda bajarish mumkin emasligini yaxshilab tanishib olinglar. Va keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqda endi biz o'girib olishimiz kerak. Qorin bilan pastga yotib olamiz va xuddi shu videoda ko'rganingizdek, sekin astalik bilan tanamizni o'zini ko'tarib chiqamiz. Bu mashq qiyinroq. Bu mashqni bajarish jarayonida yosh katta insonlarda belda og'riq yoki boshda og'riq kuzatilishi mumkin. Agar shu holat bo'layotgan bo'lsa sizda, bu mashqni bajarmanglar. Ya'ni 5 ta mashqdan 4-sini bajarishlar shart emas. Agar og'riq yoki qandaydir sizda diskomfort yo'q bo'lsa, bu mashqni bemalol bajarishlar mumkin. Uni ham sekin astalik bilan bajarasizlar. 5 tadan 8 tagacha bajarish tavsiya etiladi. Va so'nggi mashqimiz ko'rinishdan juda ham soddaga o'xshagani bilan, lekin bu ham murakkab hisoblanadi. Chunki bunda qorin bilan nafas olishimiz kerak bo'ladi. Qo'llarimizni qovurg'a ostiga joylashtiramiz. Ya'ni ko'rsatkich barmog'imiz qovurg'a ostida joylashgan bo'lishi kerak. Qorin bilan chuqur nafas olamiz va nafasni chiqarayotgan vaqtda ikki qovurg'a ostini 2-3 sm chuqurlikda bosamiz. Asta, qattiq bosim bilan bosish shart emas, asta bosamiz nafas chiqarilayotgan vaqtda. Shu holatni yana takrorlaymiz. Ko'rsatkich barmog'imiz qovurg'a ostida turadi. Chuqur qorin bilan nafas olamiz va chiqarayotganimizda qovurg'a ostiga 2-3 sm-gacha qo'llarni bosib kiritamiz. Shu narsani 4-8 marta takrorlaymiz. Bu ko'rsatib o'tgan 5 ta mashqim xolestistit, o't dimlanish holatida va pankreatit, ya'ni oshqozon osti bezining yag'lanish holatida yuqorida aytib o'tilgan tabiiy vositalarga qo'shimcha sifatida, siz qabul qilayotgan dorilarga qo'shimcha sifatida bajarishi mumkin bo'lgan mashqlar. Agarda sizlarda pankreatit kasalligi bor bo'lsa yoki xolestistit kasalligi bor bo'lsa, kommentariyada men tarafda o'zimni shaxsiy Telegram raqamimni qoldiraman. Savollar bilan yozishinglar mumkin. O'zingizlarning analizlarini tekshiruvlar menga jo'natishlar mumkin. Sizlarga yordam berishdan mamnun bo'laman. Xayr, salomat bo'ling. Yana qaysi mavzular sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.